Aldı bilan 500 gram unga 5 gram tuz, 15 gram xamir köptürüge silib bir aralashtirib etgandan keyin 300 gram suni az-azdan qo'yib yumshoqroq xamir yig'irib olamiz. Yutazining xamiri bek muhim do'stlar. Yutazining qanchalik o'xshamasligi sizlarning xamirni qanchalik ishlashinglarga bog'liq. Qancha yaxshi ishlasanglar shuncha yaxshi o'xshaydi. Uning hammani birlashtirib bo'lgandan keyin xamir holatiga kelganda ambalga ilib 15 minut atrofida obdan ishlaymiz. Andan mush usulda uzuncha qilib po'shammo bilan yugab 15 minut atrofida tindirib olamiz. Xamir o'zini azroq qo'yib etgandan keyin mayla filmda ko'rsatilgandek holatda bir tarafdan besib, yana bir tarafga takrar besib xamirni nepizlatamiz. Andan 5 minut atrofida qo'yib qo'ysa xamir o'zini qo'yib yetadi. Andan tartib turib yugashga boshlasak bo'ladi. Hammani mush usulda yugab bo'lgandan keyin yutazini mush usulda shakl kirgizib, liqqa tizib olamiz. Andan qaynayotgan qozonga silib 25 minut atrofida pishiramiz. Bu vaqtda ochiq-tushuk bir taxsi sayketarlik go'shtlarni saylan to'g'rib olamiz. O'zimiz yaxshi ko'rgan saylan tanlab qo'rsak bo'ladi do'stlar. Yutazim pishib tayyor bo'ldi. Bek suvib ketmasdan yutazining ustiga yan taraflariga urib yutazni bo'shatib olamiz. Andan yutazining uchini hasalga milab yong'oq mig'izini yopishtirib olsak yutazim tayyor bo'ladi. Qozonga may qo'yib go'shtni silib go'sht pishganda so'ng piyozni hamda ushshaq to'g'ralgan zanjibilni silib, andan chalg'anlar silib, keyin dili savzni basayn silib bir ishki qo'ribla pomidorni silib qo'raymiz. Pomidor bir-aqur ezilganda qarmurni silib qo'rib, tuz, qarmush silib, keyin dili ko'kmush silib, samsaq silib qo'rib etibla suv qo'yib qaynatamiz. Qaynaganda palak bilan pintozni silib, o'tni o'chirib taxsiga ilib iste'mol qilsaqlar, ochiq yerimizga boradigan achchiq pintoz bilan yutaz tayyor bo'ladi do'stlar.